Vatandaş, leksiyimizi davamlaştırmış. Endiki leksiya mavzu yoki bugün chislağı deyli chisla. 2023 yıl 2. ayının 25. günü. Bugün endi 26. günü hesap. 26. günü hepteki şembe vatandaşım. Endiki mavzu nima desiniz? Mavzu ötkende sizlarga degan edi, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida Washington shahriga yaqin Virginia shtatida bir ishxonada Amerika Qo'shma Shtatlarining Ma'mur davlat ishlar kotibi Wendy Sherman bilan Tayvanning tashqi ishlar ministri Wu Zhaoshi maxfiy suhbat o'tkazdi. Bu suhbat 7 soat davomlashdi degan edi. Endi bugün bu yig'in oxirlashdi. Bu mavzu qanday qo'yildi? Mundaq qo'yildi mana. Amerika Tayvan amaldorlari bexatarlik masalasi bo'yicha amaliy suhbatni oxirlashtirdi. Mavzuli xabar 2. ayning 25. gün Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Davlat mahkamasi diplomatiya ishlaridan xabardor bir nafar kishi 2. ayning 22. gün Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Amerika Tayvan yuqori darajalik amaldorlari bexatarlik diplomatiya bo'yicha muhokamalarni oyoqlashtirib, jumladan Tayvan bo'g'ozining vaziyati muhokama qilingan birinchi masala. Ikkinchisi, Rossiya Ukraina tajovuz qilib kirganda Amerika Jungo munosabatining jiddiylashib ketgan vaziyati. Uchinchi, Washington bilan Tayvan o'rtasida yuqori darajaliklarning berib kelishi. Qaraganda mushu tema muhokamaga qo'yilgan ekan, uningdan qaraganda Sayyin Prezident Sayyinning Amerikani ziyorat qilish ehtimolligi mushu mavzuning ichida vatandoshim deydi. Washington bilan Tayvan o'rtasida yuqori darajaliklar berib kelish masalasi. Andan Tayvanning Rossiya tahdidiga uchragan Yevropa davlatlari bilan aloqa munosabatda bo'lishi, uchrashishi degandeklar. Andan mush masalalarning hammasi Amerika Tayvan yuqori darajaliklar maxfiy yig'inida Washingtonda muhokama qilindi. Yana bir xabar vatandosh, Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi, Davlat Mudofaa Ministrligi va Adliya Ministrligi Rossiya va Ukraina urushiga 1 yil to'lgan kunlarda bayonot e'lon qilib, Ukrainani qo'lladi. Demak, Adliya Ministrligi, Mudofaa Ministrligi, Davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Demak, Amerikada 2 büyük organ shundaqla. Ondan rahbiy ma'muriy amaldor Antony Blinken bu üç taraf hozir Ukraina urushini qo'lladi. Ukrainaning vatanparvarlik bilan vatan qo'g'dayotgan urushini qo'lladi. Ukraina xalqini qo'lladi. Bu xabar Amerika ovozining 25. günü bu xabar Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq dedi. Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin mundaq dedi. Yani Adliya Ministri Merrick Garland'i mundaq dedi. Deganda qo'shib hammasi bu 3 nafar davlat rahbarining fikrlari bayonot shaklida e'lon qilindi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib kirganiga 1 yil to'lgan bu kunlarda biz bayonot e'lon qildik. Biz bayonot e'lon qilib Ukraina, ya'ni Rossiyaning tajovuziga uchrab ig'ir talafot tortgan Ukraina xalqiga qo'llaymiz. Shundaqla Ukraina xalqini ig'ir talafotga uchratgan Rossiya Federatsiyasi armiya qismlarini ayiblaymiz. Ukraina xalqi bilan bir safda turamiz. Demak, başdan oxir mayli Prezident Joe Biden Varshavada Kiyevda so'zlagan nutqida bo'lsin. Undan keyingi Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibining har xil so'rovlarda so'zlagan nutqlarida bo'lsin. Bugun bu e'lon qilgan bayonot ham umumiy yuzda qoldi. Nima deyapti? Ukraina xalqini qo'llaymiz. Ukraina xalqini qo'llaymiz, tajovuzchi Rossiyaga qarshi turamiz.
Şundaqla biz dedi bular bayonotada Ukraina xalqining mushu urushda g'albini qo'lga keltirishni qo'llaymiz. Bu yerda mag'lub bo'lsin yoki suhbatga o'ltasin Ukraina xalqi degan gap yo'q, mi? Vatandosh. Unda degan gap yo'q. Ukraina xalqining mushu urushda g'alba qilishini qo'llaymiz. Mana gapning takti mishada, meg'izi mishada, moyiti mishada. Chekinma, kayniga yanma. Adaqcha. Taki g'albini qo'lga keltirguncha Ukraina xalqi. Amerika ovozining muxbirimishi Xitoy til programmasimi yoki ingliz til programmasimi bu aniq emas. Muavin davlat ishlar kotibi Wendy Shermanni maxsus ziyorat qildi. Jungoning Rossiyani qirg'icha qurollar bilan ta'minlamoqchi bo'layotganligidan Amerikaning ansirishi yo'q deb ko'rsatdi. Amerika ansiraydi bundaq ishdan. Sen Ukraina qarshi urush qilayotgan Rossiyani qirg'iz qurollar bilan ta'minlasang, o vaqtda dunyo nima deydi, Amerika nima deydi? Biz hozir buningda ansirayapmiz. Qirg'iz qurollar nima ekan desangiz, hozir hisobda 100 dona odamsiz aeroplan. Odamsiz aeroplan hozir shuni Xitoy hukumati muhokama qilayotgan emas. 4-oydan burun Rossiyaga topshirishdi. Endi bu rasmiy hujjat, rasmiy xabar olib kelmadi. Ba'zi to'rbatlar chiqib qoldi. Janfon Shikonning to'rbitida. Ansiraymaz dedi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi yuqori darajalik bir nafar amaldor mundaq ko'rsatdi. Jumhur Xalq Jumhuriyati dal hozir Rossiya armiyasining Ukraina urushida ishlatishi uchun qirg'ichi qurollar bilan ta'minlashni o'ylashyapti. Dalmi shu. Masalan, odamsiz aeroplan qirg'ichi qurollar bilan ta'minlashni o'ylashyapti. Buning uchun Jungo hukumatiga bevosita ogohlantirish berib, eg'ir oqibatdan diqqat qilishdi, balki eg'ir oqibatga diqqat qilishdi bildirib qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Jungoga shunday bildirib qo'ydi. Buning oqibati eg'ir dedi, bildirib qo'ydi degan gap. Tandash. Hozir yuqorqi leksiyalarimiz tugadi. Tuvanda sizlar bilan bir ikki og'iz gap qilishimiz endi.